Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Hammaga ko'p qo'ychilarni o'ylantiradigan savollarning bittasi: qo'yi degani taxta qilib boqganim yaxshimi yoki ishda yashashganmi yoki qum qilyapmi yoki yerda boqaymi deb ko'plar o'ylanadi. Bu hamma uchalarnaqani ham baribir o'ziga yarasha anaqasi bor, ziyoni bor. Yerda boqganda CD'larni yer tortib ketadi. Ham bemalol yaxshi yotaveradi, tegi shilta bo'lib ketmaydi. Taxtada bo'lsa, taxtada qo'yi tuyoqlari o'sib ketib qoladi. Tuyog'ini ko'p qarab turish kerak. Tuyog'ini yaxshilab parvarish qilib turish kerak. Ham taqir-tuqir bo'lib ketaveradi. Qo'ylarni o'ziga ham sal qiyin, yotganda ham sal botadi. Betonda bo'lsa, tegi ko'p shilta bo'lib ketadi, ham zax o'tib ketib qoladi tegidan. Yota olmaydi. Ham qo'ylarni ustida talasi chiqib ketadi. Yerda bo'lsa, hozir ko'rsataman. Yerda bo'lsa, mana ko'p quruq turaveradi. Mana bu qo'chqorimiz ham bu betonga chiqmasdan, shilta joyga chiqmasdan pastda quruqda yuribdi. Nam joyi yo'q. CD'larni tortib ketadi. Go'nga ham quruq turaveradi. Mana bu urg'och qo'ylarimiz mana bularnidagi mana shunaqa oddiy tuproq. Tuproq qilingan. Mana oddiy tuproq turibdi. Bularnidagi suv emas. Balchiq yoki nimadir bo'lib ketmagan. Mana quruqda bemalol yotishibdi daladan kelib. Mana teglar. Yosh bola bo'lib turib, aql o'rgatadi o'zidan kattaligi demanglar. O'zimiz tajribamizdan kelib, shuni ko'plar chunki o'ylanadi ham shu savollarga javob. Qo'lini usti balchiq kir bo'lmasdan top-toza turadi. Mana bu ham usti top-toza. Ustilari hamma qo'ylar mana top-toza turibdi.